Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodar, bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobasi Jabir radhiyallohu anhu va boshqa sahobalarga amaliy tarzdagi bir namuna ko'rsatganligi to'g'risidagi hikoyani aytmoqchimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilm o'rgatishlik uchun kelgan. Bir hadisda payg'ambarimiz o'zi marhamat qilib aytgan: innama bu'istu mualliman, men sizlarga muallim bo'lib xayr yo'llarni, yaxshilikni, ihson yo'lini, to'g'ri yo'lni o'rgatuvchi bo'lib jo'natildim deb hadislarda payg'ambarimiz o'zi aytgan. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga ilm o'rgatgan tariqalari, tarzlari ikki tarzda o'rgatgan. Ba'zan shunday hammaga umumiy bir hadislarni bayonlab, ba'zida savol-javob tariqasida. Kunlarning birida Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, Mishkot kitobida bu hadis yozilgan, rivoyat qilingan. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir echkining bolasi uloq o'lib yotgan ekan, shuni yonidan o'tib borayotgan edi deydi. Va o'shanda biz orqasidan kelayotgan sahobalarga murojaat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni aytdi. Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Sizlarning kimingiz, qaysi biringiz mana shu o'lgan uloqni 1 dirhamga sotib oladi dedi. Bu savolni eshitgan sahobalar faqalu ma nuhibbu annahu lana bi shay'in. Allohning elchisi, biz 1 dirham emas, balki hech bir narsani evaziga bu o'lgan uloqni sotib olishni, almashtirishni xohlamaymiz deb aytishdi. Bularning sahobalarning shunday javob berishini bilib va bularga xususiy bir narsani o'rgatishni xohlayotgan payg'ambarimiz, donishmand payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z so'zini ulab bunday deb aytdi. Fa vallahi lad-dunya ahwanu ala Allohi min hada alaykum, rawahu Muslim. Allohga qasam ichib aytamanki, dunyo Allohning nazdida mana shu echki sizlarning nazdingizda qanchalik bir jirkanch narsa bo'lsa, Allohning nazdida dunyo bundan ham jirkanchroq deb aytdi. Bu hadisda bizga olinadigan narsa, biz vaqtimizni sarf qilayotgan, yetsamman, baxtga yetaman, saodatga yetaman deb o'ylayotgan dunyo narsalari, bular hammasi Allohning oldida shu o'lgan uloqdan ham razil, o'lgan uloqdan ham jirkanchli bo'lib hisoblanadi. Unda nima qilishlik kerak? Ishlamaslik kerakmi? Pul topmaslik kerakmi deb ba'zi musulmon birodarlarimizning xato tushunchalari bor. Yo'q, ishlang. Oilangizni halol rizqi bilan boqish siz uchun bu narsa ham farz, lekin ba'dal farizo deb aytilgan hadisda. Farzlardan keyingi farz bu. Bizning asosiy farzimiz bu dunyoda Allohning roziligiga yetishlik, ibodat, boshqalarga bizdan manfaat, xayr, yaxshilik tarqalishi, boshqalarga foyda yetishligi va o'zimizning bo'ynimizdagi farzlarimiz, namozimiz, ro'zamiz, hajimiz, hojilikka borishligimiz, agar imkoniyat bo'lsa, mol boyligimiz yetsa zakot berishligimiz va iymonimizda mustahkam bo'lishlik asosiy farzimiz. Undan keyin bu narsalardan qolgan, oshib qolgan va qo'shimcha vaqtlarimizda oila a'zoni halol rizqi bilan, pok rizqi bilan ularga bir g'amxo'rlik qilishlik uchun vaqt ajratish bu musulmonning ishi. Lekin aksincha ba'zilar faqat shu narsaga yaxshi bir vaqt berib, rizqi topishlik uchun vaqt ajratib, lekin namozi uchun vaqtisi yo'q. Bir haftada bir kun juma namoziga faqat boriladi. Bu musulmonning to'liq vazifasini amalga oshirgan bo'lib hisoblanmaydi. Bizning bo'ynimizda 5 mahal namoz o'qishlik farz. Alloh taolodan mana shu o'zimizning bo'ynimizdagi farzlarimizni komil darajada amalga oshirishlikni
so'rab Allohga duo qilishligimiz lozim. Mana o'shanda Alloh taolo bizga bizning keyingi farzlardan keyingi farz bo'lgan rizq masalamizni Alloh taolo o'zi yengillatib beradi.